Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Sunjin va PUBG. Bugun sizlar bilan qanday qilib tekinga ishonchli va tekin UC olishni o'rganib chiqamiz. Undan oldin esa kanalga obuna bosib, like bosib qo'yishni unutmang. Bu like'ingiz kanal rivoji uchun katta hissa qo'shadi. Unda biz boshladik. Hozirda PUBGdan tekinga UC olish uchun eng ishonchli bu Xsolla bo'lib qoldi. Undan qanday UC ishlashni hozir o'rganib chiqamiz. Birinchi qiladigan ishimiz Telegramga kirib, Xsolla turib bot deb qidiramiz. Keyin esa botga kirib, startni bosib, play tugmachasini bosamiz. Undan keyin bizni to'g'ri botga kirib olib ketadi. Keyin u yerda siz har xil missiyalarni bajarib tanga yig'sangiz bo'ladi. Tangalaringiz 75 o'rga yetganda siz 60 UC yechib olishingiz mumkin va undan 325 o'rga yig'sangiz 325 UC yechib olishingiz mumkin. Bundan keyin qiladigan ishimiz tangalarni yig'ib bo'lgandan keyin Midasboy akkaunt ochishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa biz Chrome, Google ga kirib Midasboy deb qidiramiz. Midasboyning original sayti chiqadi. Unga kirib biz akkaunt ochib olamiz. Akkaunt ochganimizdan keyin esa bizga Wikipedia bo'limi chiqadi. U yerga kirib o'z ID parollarimizni yozamiz. Va parollarni yozgandan keyin pastda kod обмена degan joy bor. O'sha yerga kodni kiritamiz. Endi esa Xsolla botga qaytamiz va u yerdan kerakli kodni olamiz. Va biz Xsolla botiga qaytib, bu yerdan обмен bo'limiga o'tib 60 UC ni almashtiramiz. Bu yerdan almashtirganimizdan keyin ryukzakka 60 UC tushadi va bu yerdan kerakli kodni kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilib olganimizdan keyin Chrome saytiga kirib, Midasboydan shu kodni обмен degan joyiga bosamiz va qarabsizki 60 UC akkauntimizga tushadi. Mana shu aytganimdek, tekin UC olishning eng oson va ishonchli yo'lidir. Mana akkauntimizga UC ham tushdi. Ko'rishingiz mumkin, mana isboti bilan. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.